Ko'rinmaydigan xavflar yoki bolani qanday himoya qilishimiz mumkin? Har bir ota-ona bolasini dunyodagi hamma narsadan himoya qilishni xohlaydi. Lekin ba'zan biz qandaydir faraziy narsalar haqida shunchalik xavotirlanamizki, haqiqiy xavf haqida o'ylamaymiz ham, hattoki undan bexabar bo'lamiz. Bolalarda infeksiyadan keyin shifokorga murojaat qilishning eng ko'p uchraydigan sababi bu maishiy jarohatlar. Bolaning yiqilishining oldini olish mumkin emas, lekin biz hali ham biror narsa qilishimiz kerak. Bolalarda qanday jarohatlarning oldini olishimiz mumkin? Gerovdadan tushish. Shkaflarni o'rnatish kerak. Bolaning ustiga mebel tushishi. Mebel devorlarga vidalanish kerak. Uy kimyoviy moddalari va dori-darmonlar bilan zaharlanish. Shkaflarni qulflang va kimyoviy moddalarni etib borish qiyin bo'lgan joylarda saqlang. Avtolov tomonidan urilgan. Bolaga yo'l harakati qoidalarini va yo'l harakati qoidalarini tushuntirish kerak. Avtotransport vositalaridan foydalanish natijasida kelib chiqadigan jarohatlar, avtomobillar, skuterlar va velosipedlar. Himoya dubulga tiza o'tiradigan joy va sifatli avtomobil o'rindigidan foydalanishingiz kerak. Shokish. Bolani suzishga o'rgatish, qishda suv havzalari va muzlarning xavfliligi haqida gapirish kerak. Bundan tashqari, xavf bola boshqa odamlar bilan muloqot qilayotganda ham yashirin bo'lishi mumkin. Uni bu muloqotdan cheklash yechim emas, lekin baribir biz uni bir nechta qoidalarni o'rgatib himoya qila olamiz. Boshqa odamlar tomonidan yaqinlashuv bo'lsa, bolaga doira do'stlari bilan muloqot qoidalarini, yo'qolib qolish ehtimolini, uchrashuv joyini oldindan kelishib olishni va bunday vaziyatda nima qilish kerakligini tushuntirish lozim. Oldini olish davolashdan osonroq. Bu oddiy harakatlar xavfni minimal darajaga tushirishga yordam beradi.